nigarımga Yüzü aydek, közü çulpan Menin aram canımga Sende bir yanılıq var. Sen Üzen Kulap nakşiyeci degen söz en noçerin. Bu nakşini cıkbal çoğul ustazlığım aytkan tanıtış ballım azır aytıp geliyordu. Mukum bir frak su ba nakşığı bu anda golcudumacık deyildi. Lekin sen bunu Üzen Kulap aytdın çok hazır. Üzen Kulap aytdın sen. Başka adamla hiç kim doğramadı. Demek sende bir bana okşaydıgan bir alet bakınca şunu sen anyaqsı bana egeçsen ahırı kegiçe yamarak egeçtirdiğindek durma seni. Meni arıq talışım. Hocumet Kurban Ustası. Feyze. İpek yolu sargası, suygunu yok şigrası, hoş havazla seygası. İpek yolu sargası, İpek yolu sargası, suygunu yok şigrası, hoş havazla seygası. Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Ipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Əmsi növbətdə 2492 2492. Irshad Adil, hoş geldiniz. Rahmat. İpek Yol Sadası programmasıga qatnashib naq maydonga chiqish salohiyatiga ega bo'lganingizdan xush bo'ldingizmi, xush bo'lmadingizmi? Albatta. Albatta, qatlam tanlashlardan keyin mushu sahnaga chiqqaningizning o'zi bir natija. Siz amaliyotda utuq qozonib bo'ldingiz. Hamda o'zingizning eng yaxshi ko'rgan naqsini, eng yaxshi ko'rgan ustozlaringiz uchun naq maydonda yaxshi bir o'rinda bo'lsangiz, bugun siz haqiqiy bir muvaffaqiyat qozong'uchi bo'lsiz. Undaqda g'ayrat qilamdik. Bo'ldi, rahmat. Mahirlar bilan sizga tang omad tilayman. G'ayrat qiling. Rahmat. Yaxşımsizlar, ekran aldiki dostlar. Men Kelpin Aysidan kelgan Mahir Irshad Adil bo'laman. Men bu qatimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishga maqsadim. O'zimni sinab beqish, shundaqla ustozlarning qo'shiqlik bilimini oz to'losimi elib ketish maqsadida qatnashdim. Kli mu zan ju去到边上，临行时中下凉一颗葡萄。果园的姑娘啊，那孩儿哟，精心培育着绿色的小苗。迎来了雪水，把它浇灌，它起那藤浆，让阳光照耀。葡萄根儿扎根在沃土，长长藤儿在心头缠绕，长长的藤儿在心头缠绕。
长长藤儿在心头缠绕，长长的藤儿在心头缠绕。葡萄园几度春风秋雨，小苗儿已长得又壮又高。当鸡头结满了果实的时候，传来一颗梨木理工的细胞。哎，姑娘啊，遥望着春线上桥，潮去了一春春甜美的葡萄，吐鲁番的葡萄熟了，啊那儿喊得喜那儿醉了，啊那儿喊得喜那儿醉了。吐鲁番的葡萄熟了，啊那儿喊得喜那儿醉了，啊那儿喊得喜那儿醉了。 Rayonimiz karxana sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Ojon So'lchas sherikti Ojon G'orsuyi mahirlarga omad tilaydi. Voy ne aman anlatıyor? Adaş magzığıma dem küçük poloygen tamak sınmıdı adaş. Bana emesme doğrusu. Ojon'un G'orsuyum o. Bekbeleme açıp bakar. Allah. Ojo masone. Cayda. Emsin pardon. Yaxşı sizler. Men ismim Erşat Adil. Özüm Kelpin Aysin geldim. Lukuy. Gel. Üzən şikəst oqamsa. Men tanıştıray. Ben hazır köydüm Erşat. Meniki 2010 yılı men bilen muqam sınıfıda bulduğum savaqdışım. Lekin mayaga chiqdığını men bilmeydikenmi. Muqam aytmapsa hamma, Men naqshida bundan naqshini aytqaningda men ikkimiz savaqdashimda. Men sen uchimiz birga o'qigan. Ammo munda ustob naqsh aytadiganini shaxsan biz maktabda vaqtimizdami aytmagan. Oxirida avjiga chiqqan yerda to'xta, bu biz bir minib qolsak, boshqacha bir naqshi berib, deb men millichiga yaxshi qilding. Qarasam, turdi shunlar kamilgam qo'yirlar, biz muqamchi bo'l desam ulgurolmadim. Yaxshi qilding. Asli boshqa bir naqshni qo'ygan. Men sabablar tufaylidan mush naqshni tanladim. Muqam aytib baqa, azroq ana baqayla. Muqam aytib beram birni. Bağ içre sana saçtı, sana saçtı. Gülahı, gülahı, gülahı yeşil yaprak. Teyze. Avazım turu hakim mi? Rasa, yuqurğumu çıkıdı iken, kasbi. Naqshchi bo'lamda unda bo'lganda sizlar bilan saboqlashilsa. Ayshugul ma'lumdan o'quvchi hisobda men Abdusami Ershad biz Ayshugul ma'lumdan muqam dars olgan. Amsa biz o'rilmay ziyon tatibdi. Yes. Muqam aytgan bo'lsangiz. Sizlar sekraydigan ayolmish edi. Bo'lma bir ta'lim shundami? Hep üzerine ta'lim. Savodishim bilan yerimni o'rilgan mayo lekin azroq qusur deb baxtim naqshanda. Çok qizil o'pdi ekan biz tushirish o'rildi ta'lim tushib ketmadan nihoyat yaxshi bo'ldi bu. Muboraklaymiz. Rahmat. Men orliqda bu kasbni qilolmay qoldim-ku. Shuning bilan o'tgan yil 7-oy xizmatimni istifo berib, shu naqsh muzika bo'lgan o'tlik ishtiyoq o'shmagachga hozir bir yil bo'ldi shu kasb bilan shug'ullanyapman.
Bu isteyakını aldırıp öçek olmaydı. Yaxşı. İkimiz göreştik. Hem de, oldu mu? Siz tanıyapsınız avazını. Ben bu Yuşur'un avaz bayqaşqa, Şinjanlı. Yuşur'un avaz bayqaşqa, iqtidarımız bizimkiden yuqori ekan. Hadi avazı var ekan, shundaymi? Mayli kebab ya. Mayli xogo ya. Mayli mayli qiza ya. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. İpek yolu sadası, suygunu yok şibrası, hoş havazla sevdası. İpek yolu sadası, İpek yolu Hamda maydonga chiqadigan mayirimiz 1433 nomerlik mayirni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Merdan Mehmet, hoş geldiniz. Rahmat. Aldı bilen bugünkü hissiyatınızı bir anlap baksam. Azroq jiddichilik bor endi. Bundan burun bugünkü kunni saqladingiz uzun bo'ldi deb o'ylayman. Tayyorliklaringiz qandaroq? Yaxshi. O'zing ustozlarning o'rlishiga ishonchingiz bormi? Ishonchim bor. Yaxshi, unda qilsak xayr. Yaxshimizlar, ekran oldidagi barcha aziz mehmonlar, manglarninki shu vaqtinglar go'zal bo'lsin. Men Aqsubaydan kelgan Mardan Mehmetdan manglarga o'tib salomlar bo'lsin. Men o'zim musiqa markasida o'qiyman. Shu ustozlar bilan birga o'zimni qanchalik bilim bor shuni tapish uchun qatnashishga keldim. Men birinchi qaror Ipak yo'li sadasi boshlang'achimizda 13 yosh edim. Shu chaqdan boshlab menda Ipak yo'li qatnash istagi paydo bo'lgan. Olmasni uvab chechayotganda daryo yuzida chaqnar oyning shu'lasi didoringni ko'raman oyning yuzida hamra İkimizga gitarımның tarzi Didarыңны көрмән ayның yüzüdə Әмра ikimizga gitarımның tarzi Mecnunga vurulup Meyin şamalmı Aldaydı gözümni Seni izledi Seni sığıngan amrığım Şu aydın keçer Zinnetlep nakşamni tutmaydı el biri Seni sığıngan amrığım şu aydın keçer Zinnetlep nakşamni tutmaydı el biri
döküldü şırıldap belekti yağmur ay yüzüde kürüngen özüniti döküldü şarıldap belekti yağmur ay yüzüde kürüngen özüniti bir tatlı gülüşün kıya görünür labrim mutundaki gididu iri bir tatlı gülüşün kıya görünür labrim mutundaki gididu Rayonumuzda serkerdilik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turuk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirke de ben mirasdan latyalarını yapıyorum. Ya mama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze kara çoğun küçük işki kal çıkıdı tetip baka şununla aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem yivatımız abi. Ma açık ya ma ya. Pişigönlük ya. Tezlik yaptım mı bu? Yaxshimisilar ustozlar, men Aqsu Baydan kelgan ismim Mardan bo'ldi. Jigit. Kasbim muzik ma'rifi. Qaysi san'at maktabi o'qidingmi yoki? Yosh fanlashimi? Yaxshi. Bak chiroyli aytding. Vinga ovozalik. Farq bor, nim degan chiroyli. Do'stimiz Akbarni yana eslatganlikdan xush bo'ldik bizcha. Biz shuningda intayin xush bo'ldik. Bak chiroyli aytding. Rahmat sizga hurmatimizni bildirdik. Men bir men bilan tang Husayni chiqib, menga yordam qilgan do'stim tunishirvasam, ismi Alqam, mening Dashodagi savodishim, o'zi Turpan 90dan. Yaxshi chaldik gap yana. Ya, sen qancha yoshga kirding sen o'zing? Sen. 20 yoshga kirdim. O maqlig'ini. Shonil birini jampab günib qilib ketgan sen. Yaxshi chaldik ekan o. Aka, sen bir qiz gap qila. Men birinchi javob o'rildim. Rastlıqı vinke. Muqalliq chiqdi. O'ylashdik lekin oldida. Qanday desak. Lekin chiroyli aytgan chiroyli. Yaxshi naqsh javob ketgisi. Ha, meningki quluqimda shu Akbar Zubaninki aytgani singib qatgan. Hammamizga. Ajoyib aytibdi naqshini. Tas naqsha. Men o'g'in baqqan haqiqatan tasligini his qilgan. Endi bu yoqmi? Şu tas naqshini hech qanday saballik, ya'ni cho'ng saballik chiqarmay, saknaga ilib kelganning o'zi sizningki xil mahoratingizning borlig'ini tushuntirdi. Shu qo'rqmay o'rildik. Rahmat ustoz. Boshqa naqshni birini aytib baqay. Qanday naqshni yaxshi ko'rsa, ya'ni qanday? Masalan, yaxshi ko'radigan naqshning birini azroq. Tang sabasi yelpseler zannaz gıydu güller Gül bilen tang mestanıdır şeyda gönüller Hop yeter. Rahmet. Avazım mat chiroyli bir hissiyat barcha, bir müzik so'g'in qilganda bir masterliganda chiqadigan bir alat barcha. Shunda bir ovoz baliqini his qilib muqim tabiiy antaris vakana antaris azroq ba chiqmash qilibdimi boyqa naqshini ha shu naqshini amaliyotda seni bir anglashishdim zaten men seni ko'rmaytirib qarmaydim bir bola kelgan bo'lishi kerak deb o'ylagandim men qarmaydim bola o'xshaydi bu desam Bayden dedim mayli nadim bo'l lekin yaxshi aytding do'stimiz Akbarning naqshini
Nakşının hürmetine öğrüldük, hürmetinden sırat sen yaxşı aytqanlığın için öğrüldük biz. Şuna görüp bam kilişini karşı alamam ben. Keşke tamam koyup gitti degene Gruppamiz sizni qarshi oldi. Sizlar ma ikkimizni öğrülmedi de bizni gap mi qilg'izmay talashib ketmoqchimi? Ya qara talashib. Kichik o'g'an jim o'tiradi. Magipan üzenge bir yandı. Hem kichik bo'lsam-mi, men bir yig'iz gap qila. Bo'lmasa chiqashak. Men inim xush kelibsa qarshi olamiz. Naqshini yaxshi etding. Ilayotgan puraqlaringdan kelqi ortiq chiqib qolgan puraq yo'q. 156 puraq aldın sen. Ortiq chiqib qolgan puraq yo'q-ku. Ağalarının hammasi shunda joyi-joyida. Ba'zan mushu aytayotgan mushu ustalda o'tirgan mushu bashaylarning hammasi ba'zida aytayotgan naqshlarimizda ağam puraqlar qiyib ketib qolamiz-ku. Boshqa bir yerim ovozga yoki bir yerimning yerimidek bir ovozlar uyda ketib qolamiz-ku. Sende onda avval yo'q. Balkim biz baylarga uyan qo'yg'ilib bo'lgan vaqtlarda ko'rishgan bo'lishimiz mumkin. Ish qilib payzi. Hamda shu uchaylan o'rildi. Hozir seni talashidi hamda. Qag'inda sen bilan biz ketib qag'ach deyishib olamiz. Mening kenimda sen bilan bir mo'jalik munosabatda xo'jiga qildi deysan. Zahir kabishkimiz o'rlanmadik, ammo katta ustozdan 3 o'rildi. Aldı bilan muborak bo'lsin. Men bu baylar uyan qo'g'ilchiq bormi? Mushu bay tarafda, jumildan janub tarafda hozir mush yosh bolalarda mush puraqda naqsh etilgan bolalar bir qadar jiq. Bu puraqda naqsh etishmi oson ish emas. Ammo hozir siz haqiqatan yaxshi qilib aytdingiz. Endi mala urmagandan keyin hamda bizga kelmasmikin deb biz o'zimiz tutib olganimiz bor. Ammo mush ustozdan o'zingizni qo'yib talasangiz bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Qara sana o'ylagan bo'lsangiz baritoq deydi. Tayyor doyaman qaytib keldi. Bizning o'rindiq sonimiz azlab ketib qolgan bo'lsa-mu, garchi hammamizning-chi mana o'xshash. Lekin biz chuqum eng yaxshilarini ep qilishga tirishamiz. Hozir sen meni talla, Adilan talla, Po'latkamni talla, bodo chiqqan balla masalan yaxshi es chuqum o'rlimiz yana shundaymi aka? Bu seni tallaydigandek turdi. O'rlimiz, lekin u qolgan u yerni keyin o'ynaymiz qolgan. Shunga ham sen bizni o'rlashga majbur qila olgan, lekin yaxshi aytding. Senda bir ishingda bir narsa bor, uni biz tep chiqish ko'zimiz yetadi. Qaysimizni tanlasang? Qilamiz marhamat. Mening аңғар qararim Tanlangan ziraat taza purchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhliq bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Kamaljalal ustoz. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla seydası. Meni söysang içimden söz Hayatın mənası bulay Meni söysang şu kadar için söz Sonuçlu bir avaz bu. Dilbegimning yaktasi bulay Meni söysang barmigin azab Hamra bulay derdini alay Meni söysang qilmag'in bizar Sana kuygan yurakni yaray Qo'yib etma qo'lingni Manga kuysang meni söysang o'zib etma unutni Manga kuysang qo'yib etma qo'lingni Manga kuysang
söysen gülünü söygəndək Qoşup söygün tikinin həm Dərdim mübarqay külgəndək Keltirmegin közlörünginem Meni söysen bakma özgege Men sen üçün çöllerge barayım Vapa qilib aytgan sözümge Ömrüm bo'yi sen bilen qalay Qo'yib etme qo'lingni Manga kuysan meni so'ysan O'zib etme umidni Manga kuysan Qo'yib etme qo'lingni Manga kuysan meni so'ysan O'zib etme umidni Manga kuysan Qo'yib etme qo'lingni Manga kuysan meni so'ysan O'zib etme umidni Meni so'ysan Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol çerkti Kamal kiyim-kechekləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yning kiyim kiyishni o'ylashdingiz? Bunun kiyishingni bilemedim Cuma. Qarsa Milix Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunda qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapsiz. Salam. 7. qarar İpek Yolu Sadası programısınınki 5 nefər söyümlük ustazları, kasıptaş akıllarım, kasıptaş adillarım, kasıptaş ağırlarım, hamınlarınki bugünkü şu qılıvatqan fəaliyyətlərinin köngüllik bo'lishini istab, albatta Abay Niyazil nurg'unlagan bizningki kasıptaş inlarimiz, do'stlarimiz sahnaga chiqib o'zini namoyanda qilib kelyotdi. Albatta bilgan shu har yilgi İpek Yolu Sadasi programmasiga o'xshamaydigan bir holat, ya'ni shu bir-birisidan o'ta katta ustozlarimiz, ondan keyin yosh ustozlarimizni sahnada ko'rib intayin xush bo'ldim. Ham o'zimizga shunday jiq umidlarni istayotimiz. Shu banada shu sahnalarni sizlarga ham bizga bergan bizniki ustozimiz Muxtar Bo'raga ko'pdan ko'p rahmatimni aytqash, sizlardan hali so'rag'ash rahmat. Alamet. Hal so'magan bo'lsam jidirib qo'ydik ekan bizni. Adam ya sizlarga gaplar qilib, mushal tilib atildab ketdim. Keyinda sening chiqqaning ajoyib yaxshi bo'ldi. Bir misrani anlatlam. To'g'ri o'rilibdi majmua men. Rahmat Absen sen hamda necha yil oldi biz aka qo'lab o'tgan endi. G'ujular bir guruh bo'lsam, davom guruh istab, lekin bizning xizmatimizni yaxshi qilib kelayotgan inimiz. Biz sababli xalqimizdagi san'at nuqtasidan, mayli ijodiyat nuqtasidan yaxshi bir xizmat qilib kelayotgan yaxshi inimiz. Yana shunda turib men ham shayda bizga akalarimiz charchab qolsa deb hal so'rab kelganligingda intayin xush bo'ldik. Ishlaring texim yaxshi bo'lsin. Rahmat. Har yil Müşta bo'lsa, har yil müşta hal so'rab kelishga nasib bo'lsin. Kalbisini qizil o'rindiqlar o'tirashga nasib bo'ladi, ishlaring yaxshi. Rahmat. Bu gapni ag'inach ko'z gap qo'yamsanmi? Gap qilaman, menga bermasanglar bu fursatni. Abdusami kelsak, Abdusami meningki san'at sho'yanda birga o'qigan savodishim. Savodashmi ekanlar? Ikkimiz 5 yil bir yotoq, bir sinfda o'qigan. Şu vaqtdan boshlab biz boshda savoddash bo'ldik, keyin do'st bo'ldik, endi hamkorlashqichi bo'ldik. Oddiy bo'lsa bir guruhni qurdik. Guruhimizni Farad G'aniyeva bor. Mush uchimiz mana ta hozirgacha sening mening deyishmay ma kasbda raqobatimiz ajoyib kuchli. Ammo u raqobatimiz biz dushmanlik aylantirmay, hozirgacha bir-birimizdan holi so'rashib, mana mening mishaga chiqmaydi o'tirib qilishimga, bu yerda qilib aytayotgan naqshlarim deyman, yo'q. Cümülden bundan keyinki ballarımızdaki bundan keyinki basqışda aytırgan naqshlari hamma ishqa mashinmanken do'stim Abdusami Farad mening yenim davomliq bor deyman. Shunga bugun Abdusamiga chin yurgimdan, mush akallarimga, aydilarimga vakolatan chin yurgimdan rahmatimni aytman. Rahmat. Bugun bu hisobda mishadagi barcha ustozlarimiz
aka ağillarımız meniki özümnün yakın aka ağilları. Elbette bugün alaydım şu nima dese biz ilki üç kulak o'xshaydigan balachu. Parat men qatarliq. Hamda mushning arimizda hamda shu g'uji mush sanda o'rni olganligi uchun men alaydi bek suyunib ketdim. Elbette mishaytki ham ustozlarimizningki ishlari katta bo'lsin, hammanglarning ishlariga mana o'ng qulam ko'ksimda. Rahmat. Do'stlar ko'z tegsin. Ta'sirlanib. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, hoş havazla seynasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, Ben bir aşıqman, san'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıktan, kadimim izcillikten yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyumning kamal topadiğini ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi-qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Növbet Tikimayır 186. Hoş geldiniz. Tayyorliklar puxtimi ukam? Puxta, sahnada jiddiyleşmey, tamtirmay o'zingizni eng yaxshi holatda joriy qildirib, ustozlarni bir hayron qoldirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Biz mana shu arqa sahnada turib siz uchun madad beramiz. G'ayrat qiling. Salom, hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Ismim Umidjon Qurbon, o'zim Oqsudan keldim. Bu 7-chi qaror Rojon Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning naqshati bo'lgan ortiqchiligi ham kamchiligini bilib beqish ustida bu programmaga qatnashdim. Ustozlarning yaxshi taklif fikr berishini umid qilaman. Atanam ay quyosh el ag'inam zabardosh bizga qariz ko'p ayosh ulab ketmasdan almon düşüp yetib ol yuziga yuz yiqib ol tashlab qo'yma bequvol ulab ketmasdan Ulab ketmez, tağ bulmaz, gazan düşmez, bağ bulmaz. Yürek bağrım bir tulmaz, ulab ketkende. Ulab ketmez, tağ bulmaz, gazan düşmez, bağ bulmaz. Yürek bağrım bir tulmaz, ulab ketkende. Almon düşüp yetib ol, yuziga yuz yiqib ol. Tashlab qo'yma bequvol, ulab ketmasdan. Almon düşüp yetib ol, yuziga yuz yiqib ol. Tashlab qo'yma bequvol, ulab ketmasdan.
yaş tüker yüz gözümden nur çer seni şunda kim süye ulav ketkende kesse yürek yaş tüker yüz gözümden nur çer seni şunda kim süye ketgende Atanam ay kuyaş el ağinem zeberdaş bizgi kriz köp ayaş kulav ketmezden Halmum düşüp yetival yüzüge yüz yıkıval Taşlap koyma bir kıval ulav ketmezden Taşlap koyma bir kıval ulav ketmezden A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda go'zallikni so'yguchi xonim-qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro so'z chekish shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shu mo'ya. Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay buni ostini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'ydikilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'ydikilam bir xo'sh qilib o'tmaylikmi? Anamsi. Salam ustozlar, ismim Ümitjon Qurban, o'zim Oqsuruv keldim. Mening ustozim hamda benim kichik dadam Nazar Obul nomidan hamda kichik dadam o'zim nomidan ustozlardan salom. Ciddileşme gerek şu yok. Naqshini shunda payz etding. Shu hamda bu sahnada azroq g'uduqish bo'ladi. Nafas jihatdan, bu jihatdan azroq yetersizliklar bor. Uni to'liqlab ketamiz. Bu yerda jahonda talto'kis o'lchamlik odam bo'lmaydi, nuqsonsiz odam bo'lmaydi. Shunga bak g'uduqib ketma. Menga kelsang bo'ladi. Menga kelsang bo'ladi. Bugunchi qirim qilmadi demoqchi bo'lsa shu ketim deymiz, menga kelsang bo'ladi. Bunda o'g'lim, Nazar dadangning do'stim men. Nazarning jiyani demak mening jiyanim, tushunam emas bu. Mening jiyanim. Nazar dadangdan tang men Nazar dadang bilan. Sen o'rildingmi? Odila siz o'rildingizmi? O'rildi. Bular Nazarning ovozi yingsisiga, ovoz tusiga ajoyib o'xshaydi ekan. Men his qildim shunday Nazarning ovozi shunday o'xshaydi ekan. Yaxshi aytding. Shunga diqqat qil o'g'lim. Kamal yurib soq kelaysan. Nazarga rahmat. Shunda yaxshi ijoratlarni qilib, ham seni o'zini jiyaningni ham shunday tarbiyalab, seni bizning oldimizga avatganligimizdan aytib xo'sh bo'ldik. Rahmat. San'at yo'llaring. Qancha yosh kirding deding? Bu yil 19 yosh kirdim. Voy. Hozir san'at maktabi buraya o'qimsa yoki nima kasb bilan? Bu yil Dashuning 1-yiliga chiqdim. Nima qaysi maktabdan? Xinjiang Tiansan Jiye Dashu. Anda bo'lsa, sen Urumchida bo'lsang, bo'ldiki. Misha kelsan bo'ldiki. Zahir Kanning qarasal keskin turamni nima? Shundaymi, Zahir Kanning pishqi bodo kesib qolgandek tumanda. Po'latkamga chiqmoqsin, Po'latkam o'rilmidi. O'rilmidi. Nima sababdan o'rilmidi hamdi? Yo'q, mening uslubimga to'g'ri kelmay qoldi. Yaxshi aytding fikrim, shunda chiroyli. Ha. Shu ma'lumotlardan birini tanlig'ini. Qo'rqmay, napasilib gap qilasiz ham. Sen 19 kiribsan, sen hech bo'lmasa 30 yoshga borgacha 11 yil ekanligini, anandekin 40 ga borgacha 21 yil ekanligini seni tirishadigan nurg'ulga vaqting bor. Salomatchilik bilan bo'lsang, omonchilik bilan bo'lsang, tirishadigan nurg'ulga vaqting bor. Sen mushu 19 kirib turib, Nazar akangniki, Nazar tog'angniki mushu naqsini mushu holatda o'rindab berishning o'zimi to'la cho'ng gap, cho'ng ish. Shunlashqa ko'nglingda harigiz ana bunda bo'lib qolma,
Shunda yaxshi etding, fayzi etding. Qolgan ishlarni biz ustalga borsang, qolganda nazar meniki yaxshi, ini birodarim, qolganda deyishib ketamiz emasmi? Qanday dedim? Rahmat usta. Hamda sening kayfiyatingni sal turaqlashtirish uchun ancha-muncha chaqchaqlarni qildik. Enim. Müştet gruppidagi ustozlarniki hammasi seni qizg'in qarshi oladi. Cho'qim to'g'ri yetakliy oladi. Oxirgi tanlashingni bilsang. Mening eng oxirgi tanlashim Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi bosh barmog'ini chiqaradi. Hareketga kelib güzel manzilga yuzlangan Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotlari etish mas'uliyat şirkati naqshlarda kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmuna. Zahir Şah Ustaz. İpek yolu sadasın, söygünün yok çiğrasın, hoş havazlar seylasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, söygünün yok çiğrasın. Әмдікі нөвәтті мейданға чықыдығыны Арсы Жуя 2991 нөмірлік бахирінікін аңлап бағылы. Özünüzün 7-ci qarar İpek Yolu Sadası programısıga mahir bo'lib tanlanma va bugünkidek sahnaga chiqma deb o'ylab baqqanmi? Ha. Onda xos bugünkü tayyorliqlaringiz qandaroq? Xili yaxshi. O'zingizning yaxshi ko'rgan naqshingizni intayin yaxshi va ozod holatda aktiv bir ruh bilan aytib chiqishingizni umid qilaman. Onda xos biz sizni keyin sahnaga saqlaymiz. Rahmat. 大家好，我是木拉，然后今年29岁，很高兴来到第7季四出之路之声的舞台。我来这次节目的目的呢，是想在这个节目展现一下自己，然后让更多的人认识我。第1季的时候，我当时刚进校，在14年，然后刚好比赛也是在我们学校的音乐厅举行，然后我们宿舍也有几名选手去参加。当时的想法就是想让自己更加巩固，变得更加有实力的时候再来到这个舞台。Biznikidek bu. Hayolimda sen 我熟睡在你温柔的怀抱，翱翔的雄鹰从不害怕。喂，按了你的手，轻轻地拍打。我知道这里是我的家。我来不及想要长大，可是长大，终于长大，却回不去了。我来不及想要出发，可是阿南在哪里啊？Seni aslar, seni kuylar, seni mediler. Sayang buldun bana ana. Sözlerin her vakt yadımda. Kozanda beni akilerken, cembalamda ben seni söygen. Can mehriban ana, ana. Yıkılganda üylep durğuzgan, jığlısam yaşlarım
Senden beni etkileyen can balamda ben zengin suya can mekriban ana 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 Şıkılanda yüylem durğuzlar Şırlısam yaşlarımı yıkar can mekriban ana ana Yıkılsam yerlep turg'uzgan Yig'lasam yoshlarimni etgan Jan mehriban ana ana Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markesidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro chekchi shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'rni ishlatsa. Men yaqinda yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzatishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Yaxshimisizlar? Ismim Murodil Chukrat. Tugdi. Bizang nereden nimish qilsa? Shifodan keldim. Biz yalikamiz go. Hozir shu kechlik klublarni naqsh etyapman. Sen Six City bilan munosabating bormi yo'qmi? Yo'q. Erpan bilan demoqchi akasi. Bu naqsh Erpanning aytgan naqshimi emasmi? Ha, shu. Shunga deymiz. Chongo Xalgochida aytgan naqsh. Ha, shu. Op, o'xshashga ovozingga fokus o'xshaydi. Men shumiki debdim-a. Shunda pofalisi baka ovoziniki puraqlashni qilmayapmiz uzang o'rganganmi? Yingwe byoyen. Ha, yingwe byoyen. Yani bu sol demedin ha, Polatka. Yingwe byoyen. Yaxshi. Ma aytish uslubida ilg'i puraqninki zishligini his qildinglarmi bir xillig'i? Shunda tez amaliyotda bu kontrol qilish. Buni bir pofali bo'lmasa, qo'saqning kuchi bo'lmasa chiqmaydi deb turasam. Shu Nayt uzun mashq qilgan bir pishqan ovozim chiroyli ekan, naqsh chiqqan deb, shu men ayajonim ketib sizga o'rilib saldim. Men kamsiz, men yuz kelmaysiz. Biroz guruhimiz sizni qo'shqo'llab qarshi oldi. Qaldirab birinchi qatam basmaydim, maqadim qo'lam sal ishdi. Chiqdi qoldim. Qag'in o'zan qara, endi desak, endi shu gap nechiji shu. To'xta, boshqalarning deydigan gapi bor. Sizning guruhlardami shunda balla bo'z bo'ladi shundami? Ha, bo'z bo'ldi. Berib talish beringlar, to'g'ri qilinglar, men miras guruhi. Ya manqara, moyaqara. Menga qarab oldim shu. Mandachu, hozir bu yerda yana qog'oz 3 aylan bor, yani gaqilgan ish bor bu yerda. Hamda sen gaqib baqa Kamil. Sen gaqilasiz. Men eng oxirida gaqilayim deyman. Eng oxirida gaqib bo'lib qo'ldan chiqaydatsan go bazarni. Qo'ldan tortib ketayim deyman. Bazarni chiqaydatsan. Bak yaxshi aytding bu naqshini. Bu 2 kundan o'zi biz bu programmalik jarayonda bir narsa o'yladim. Bir-biridan noch balla keldi-ku aka. Bir narsa aniq esimizda bo'lsin. Bu qandaqdir Yipekol sadasi qatnashib, cho'qim 1-chi, 2-chi, 3-chi deb natija elish muhim emas deb qaraymiz biz, shundaymi? Ammalarning kallasi-chu, balkim raqobat keskin bo'ldi, mana keyindan bir-biridan noch balla bor ekan. Tushib ketib qolsak yoki tanlanib oxirigacha mang'alasak, hech kimning ko'ngli yerim bo'lmasa, men tushib ketib qolgan ballimi oxirida yulduz darajalik cho'lpon bo'lib ketadigan darajadagi ballar bor bo'ldi. Shunga ko'ngli ko'ksimizni kengroq tutib, yaxshi tayyorlik qilishimizni umid qilamiz. Sen shuning orasida bir sekans bek chiroyli aytding bu naqshini. Buning qiliq baho berib suv topadigan qat'iy ilojsiz holat qoldik biz hozir. Shunga mening guruhim kelishingni qizg'in qarshi olaman. Davomli seni qarshi olaman. Aldı bilan tabriklayman. Naqshingiz yurak tekkinlik uchun. Oxirida olsun biz qayrildik. Biz shunda arzu qilamiz. Bizning guruhimizga kelishingizni. Hamda mundaq uslubda naqsh etadigan ballar boshqa ma'lumlarning guruhida haqiqatan jiq. Bizning guruhlarda texi undaq ballar ilinmadi. Ammo bizning guruhlarga mushu sizning uslubingizni naqsh etadigan mushundaq chiroyli ovozga ballar ajoyib ehtiyojliq. Shunga kallangizni o'scha bizning mush kamal guruhimizni o'ylashib qo'yishingizni chin yuragimdan samimiylik bilan iltimos qilaman.
Kallanızda ötse degan so'z urg'uliq chiqib qoldi ya. O'tdi-da amma. Ha, avval menga qilma. Faoliyat tugamadi madaxi. Avval Naqshonga rahmat. Bak payz etding. Shuning uchun mush bashligimiz o'rilib hozir mishada sen uchun jang qilyapmiz miyada. Bu oson emas-ku. Demakchi bo'g'inim, sen hisobda pishib bo'lsa, necha vaqtda yoqi klublarda naqsh etib yutibsa, demak, endi qaysi bosqichga kelsa desang, mushu sahna orqali o'zingni mushu tomoshabinlarga, xalqqa bir tunutilgan bir yerga kelsa. To'g'ri seni yetaklash kerak. Shunday ustozlardan birasi to'g'ri yo'llarni ko'rsatib yetaklab menish kerak. Uni mushadiki 5 yillar qila olamiz. 5 yillar qila olamiz. Lekin qilish usulimiz o'xshamaydi. Qila olamiz. Bizniki sen atrofingga yaxshi qara. Mao boshqa guruhdagi o'rindiqlar asosiyatdan to'shab qoldi inim. Boshdan qarab kelsa. To'shab qoldi degan. Ikkinchi qata qarsang, nima uchun to'shab ketdi degan narsani o'ylash kerak bu yerda. Bizniki tefe 7 o'rindiqimiz beka. Bu o'rin nima sababdan to'shmayotdi desang, bu o'rinlar VIP. Men shu qattiq talab qo'yib, yaxshi ballarni shu kuchlik ballarni tutib olaman deganligim uchun o'rinni saqlab turyapman. Siz xotirjam qo'ying. Biz unda qattiq talab qo'ymaymiz. Biz shunlar ha. O'rinlarda asosiyatdan sening fingeringga tepishadigan ballar bor, boshqa guruhlarda-chu. Mening guruhimda seninki fingeringga mos keladigan ballar asosiyatdan yo'q. Sen birinchisi bo'lsa, shuning bilan bizning ko'ramida rivoyat guruhimizga kelishini qarshi olamiz. Ustozimiz Mahmud Sulaymon boshidagi rivoyat guruhimizdagi barliq shogirdlar seni qizg'in qarshi oladi. Qarab o'tirgansiz bo'ladi. Sanjib bo'lgan bilan boshqalarni qarshi oldi o'zini. Sanjib bo'lgan bilan har xil gul, bir bog'da har xil gul bo'lish kerak degan. O'zini maqtasili bo'lmadimi deyman. Nemishqa bizni tushiradi? Murodin shekar. Murodilla. Ha, ustidagi shikhatni ko'rdingmi? Mama. Mana nima o? Ha. O'joni. Universal o'ylash chiqishlarni bu yoqdan falan ya. Ha bo'ldi. Endi degan amimizga bo'ldi. Gap qila bo'ldi. Deydigan deb bo'ldik. Shu ustozning mening naqshamni yaxshi ko'rib anglab berganiga rahmat. Endi mening tanlashim bo'lsa Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochak şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci darajasiga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurol bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochak şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uli şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi. Yok çehresi, kuş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Giderken dalağa köy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi, nur kaytıdı
yürekke Güç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke Güç verdi nakşimiz tümelligen çiçekke İpek yolu sadasın, söygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın, İpek yolu sadasın İpek yolu sadasın, söygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın, İpek yolu sadasın İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası İpek yolu sadası Hoş avazla seynasın Qadim ipek yolida Jaramlaydı qoğurak Kiter kavri dalağa Köy nakşimiz bek yirak Bir yürekten muğla kül Göz açıdı seherde Bir yürekten muğla kül Göz açıdı seherde Ul eşidi toyga toy Bəxitləyib səfərdə İnsan düşer seferde Bəxti güller seherde İnsan düşer seferde